Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Taybə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün Usulul Hadis dərsimizin 6-cı dərsini oxuyuruz. Biz bugünkü dərsimizdə hadisning qismlari ichidagi aziz və məşhurlarni tanışıb çıxamız. Ondan başqa yana vaqtimiz yer bəsə, ondan keyinki qismlarla tanışımız. Unda olsa biz dərsimizi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Əmdi hadisninki sənətdəki adam itibarı boyunca hadis 3 qismga bölünüdü. Yəni sənətdəki adam itibarı boyunca. Bu deganlik bunda. Peyğəmbər əleyhissalamdan bir sahabe anladı. Yoki 2 sahabe anladı. Yoki 3 sahabe anladı. Yoki 4 sahabe anladı. Demək Peyğəmbərimizin anlayan sahabe qancha? 1 yoki 3 yoki 4 yoki 5. San. 25 şundaq o. Onun anlayan tabiin bir tabiin anladı mesela. Yoki 2 tabiin. Onun anlayanı mı? 1 yoki 2. Demek bu sənətdəki adamın sani itibarı boyunca hadisler cıq azlıq qarab turub şu 3'e bölünüdü. Bunun içinde birincisi qaysı desanlar? Məşhur. Məşhur uyğunluğu məşhur əməsə. Məşhur degen qanday desanlar? Asli lüğət mənası məşhur degen şu uyğunluğumuzga məşhur degen gap. Ama bu hadisdeki istilahi mənası məşhur degenimiz 3 yoki onundan köp. Manzumatul Bayquniga asasen 3'tün köp. Her bir tabiqada 3'tün köp adam bolsa, sənətinin her bir tabiqasida bu məşhur oldu. Mesela bir hadisni Peyğəmbərimizdən 3 sahabe naql qıldı. O 3 sahabeden en azı yana qanda, yani 3 tabiin. O 3 tabiinden 3 tabiut tabiin. Ta ki hadisni rivayet qılgan adamgachilik her bir tabiqasida 3 yoki onundan ortiq bolsa, bu hadisnin buludu, məşhur buludu. Eğer hadis rivayet qılınğıcı bolğan arlıqda 5 avlad bolsa, 5 avladның 4 avladның hammasida 3 adam var. Bir de 2 qılab qalsa, bu hadisni bulanmaydı, məşhur bulanmaydı. Məşhur olmaydı. İkinci türü aziz. Aziz degen nəməsə küçlük degen gap. Bu məşhurdan tön dərəcə turudu. Aziz degen qanday alsanlar, hadisninki sənədidəki hər bir tabiqada, yəni hər bir avladda, hər bir tabiqasida 2 yoki en az olğanda 3. 2 yoki 3. 2'dən çıxıb ketsə olmaydı. 3'ni yuqarılab ketsə məşhur olub ketidi. Şunaq o. 2 yoki 3 adam bolsa, bunun buludu aziz oldu. Mesela Peyğəmbərimizin 2 sahabe anladı yoki 3 sahabe anladı. O sahabeden 2 tabiin anladı. O tabiinden 2 tabiin anladı. Ta ki hadisini rivayet qılğıçılıq 2'den çıxıb ketməsə, bu hadisini buludu aziz buludu. Üçüncüsü garip. Garip degen nima desa, bir tabiqada, hadisning sanadlariga tabiqadanki bir tabiqada bir ravi rivoyat qilgan bo'lsa, bunun buldu garip buludu. Bu 3-cü dərəcəlik turudu. Demek hadisning sanadlarininki hammasida 3'tün köp bolsa, rivayet qilgan adamlar, bunun buludu məşhur oldu. Ama 3'tün köp mü yoki 3 yoki onun köp mü degen meselede Manzumatul Bayqunida 3'tün köp deglik. Ama keyinki muhaddis alimlar 3 yoki onun köp deglik. Böyle bir fark var. Demek 3 yoki onun köp adam qilgan bolsa, bo'lsin bo'ladi, məşhur oldu. Eğer hamma tabiqasida 3 ama bir tabiqasida bir adam qilgan bolsa, bu hadis biroqlam nima uchib ketadi? G'arib uchib ketadi. Hamma tabiqasida 3 adam var. Bir tabiqasida 2 adam bo'lib qolsa şu aziz qo'shib ketadi. Bu shu bunun shunday sanlar bo'ladi. Ammo bir hadisning mashhur bo'lganligi, aziz bo'lganligi yoki g'arib bo'lganligi uning sahih ekanligi, zaif ekanligi yoki mavzu ekanligini bildirmaydi. Bu uning munosabatsiz. Balkim bir hadisning isnodida hamma tabiqasida 3 adam bo'lishi mumkin, ammo hammasi sahihning shartiga tushmaydigan adamlar bo'lishi mumkin. Yani hamma tabiqasidan birdan adamninki yodlash quvvati zaif bo'lib qolsa, bu hadis gerçi məşhur bo'lsa, nima bo'lib ketadi? Ojiz bo'lib ketadi. Bir hadisning tabiqasining hammasida faqat bir adam bor yoki hammasida emas, bir adam rivoyat qilgan bo'lsa, buni bo'lib ketadi, g'arib bo'lib ketadi. Ammo bu hadisning tabiqasida gerçi bir adam rivoyat qilgan bo'lsa-mu, masalan, innamal a'malu binniyat degan hadisni Peyğəmbər əleyhissalamdan faqat Ömer ibn Xattobdan rivoyat qilganlik. Bu hadis nima? G'arib. Ama
Sahihmi? Sahih. Nimishqa g'arib bo'lsa-mu, bir odam bo'lsa-mu, qanda hadisninki sahihlik shartiga tushganlik uchun. Demak, hadisning sahih degan, mashhur deganlik, aziz deganlik, g'arib deganlik va sahih bilan qanda munosabatsiz. Unda bo'lsa biz kitobimizga kelaylik. Birinchisi azizdan boshlabdi. Aziz degan nima desanglar? Marwiyu ithnayn aw thalatha. 2 yoki 3 odamdan rivoyat qilgan hadisi. Ya'ni hadisninki isnodida har bir tabiqisida qanchadan bo'lsa 2 yoki 3 odam bo'lsa bu aziz bo'ldi. Ya'ni payg'ambarimizdan 2 sahoba yoki 3 sahoba naql qildi. Uningdan 2 tabiin yoki 3 tabiin naql qildi. Toki hadisni rivoyat qilgan odamgachilik 2dan tushib ketmagan bo'lsa, 3dan eshib ketmagan bo'lsa, buning bo'ladi, aziz bo'ladi. Hammasi 2 ulab, birning bir odam qolgan bo'lsa, yana aziz bo'lmaydi. Mashhur degancha marwin fawqa ma thalatha. 3dan ortiq odam naql qilgan hadis. Ya'ni hadisning sanadidagi har bir tabiqasida 3dan ortiq, 4 yoki 5. Agar hadisninki sanadida 5 tabiqa bor desak, 5 avlod bor desak, shu 5 tabiqaning hammasida qanchadan bor? 4 tane yoki 5 adam bor. Bir tabiqasida 2 adam bo'lib qolsa, bu hadisni bo'lib ketadi, aziz bo'lib ketadi. Endi bugungi darsimizdagi 3-chi o'qiydigan hadisning qismi ma'an. Ma'an hadis degan qanday desanglar, ba'zi hadislar haddasani fulan, akhbarana fulan, sami'tu deganga o'xshash so'zlar bilan keladi hadislarda. Angladim, menga so'zlab berdi, menga xabar qildi deganga o'xshash so'zlar bilan keladi. Ammo ba'zi hadislar an ibn Umar, an ibn Abbas, an Sa'id ibn Musayyab deb shunday xos an bilan keladi. Xos hadisning sanadining hammasi an olsa, buning bo'ladi ma'an bo'ladi. Bu boshqa gap emas, faqat atalg'u masalasi. Lekin ma'nan deb gap qolsa tushunmay qolmanglar. Shunga so'zlab o'tmoqchi. Ma'an deganimiz ka'an Sa'idin an Karam, ya'ni an Sa'id an Karam deb raviyning o'tirsa xos an bilan kelgan bo'lsa, sami'tu haddasana bilan emas, bu ma'an hadis bo'ladi. Bugun o'rganadigan 4-qismimiz mubham. Mubham hadisga qanday desanglar, hadisning sanadida meli mashhurlab har bir tabiqasida 4dan 5 odam bo'lsin, yoki aziz bo'lsin, yoki g'arib bo'lsin, bir odamning ismi atalmagan bo'lsa, tunug'ul bo'lmasa, laqam atilib tunulsimi bo'ladi, ammo ismi atalmay rajulun yoki fulanun deb kelgan bo'lsa, bu hadis mubham bo'lib ketadi. Bu zaifning qatorida bo'lib ketadi. Ammo shu mubham odam sahoba bo'lib qolsa, bu vaqtda qabul qilinadi. Ya'ni tuvandikilning hammasining ismi bor, hammasi ishonchlik, sahihning darajasiga tushadi. Ammo sahabi fulan deganga o'xshagan yoki ish qilib boshqa bir so'zlar bilan sahoba qana qilsa, ifodalansa qabul qilinadi. Chunki sahobalarning ismini bilmasakmi, ular qanda hammasi ishonchlik. Ammo sahobalardan boshqalarning hammasining cho'qim ismini bilishimiz kerak. Hatto akhbarni thiqa, ishonchlik bir odam deb berdi desam hisob emas. Chunki uni ismini bilishimiz kerak. O'sha hadis qabul qilib bo'lgan odammi, bo'lmaydigan odammi, yodlash quvvati qanda, buning qarab bekitgan bo'ldi. Shuning uchun sahobalardan boshqa hadisning sanadida nima bo'lib qolsa, ismi atalmagan bo'lib qolsa qabul qilinmaydi. Ammo sahoba bo'lib qolsa-mu, ismi atalmagan bo'lsa, bu mubham hadis bo'ladi. Demak, mubhammi oyoqlashdi. Endi qaranglar, ba'zan hadislarningki tabiqasi ko'p bo'ladi. Masalan, payg'ambarimizdan bir sahoba anglasa, o sahoba yana bir sahobaga deb beradi. Demak, 2 sahobadan yetkiladi bu hadis. Undan keyin o tabiin yana bir tabiinga deb beradi, o tabiinning yana bir tabiinga deb beradi. Tabiinga emas. Demak, hadis rivoyat qilinguchi bo'lgan arliqda ba'zini 5-6 tabiqiga so'zlab ketadi. Ammo ba'zi 3 yoki 4 tabiqa to'xtaydi. Payg'ambarimiz deb berdi hadisni, undan keyin sahobalar tabiinlarga deb berdi, undan keyin tabiinga deb berdi, tabiin hadisni qanday qildi? Rivoyat qildi, naql qildi. Demak, bu yerda oxirlashdi. Qanchadan bor? 4 odam bor. Demak, ba'zi sanatda odam ko'p bo'ladi, ba'zi oz bo'ladi. Ko'p bo'lsa qanday bo'ldi? Oz qanday bo'ldi deganda, qancha ko'p bo'lsa, buningda odam ko'p bo'ldi deganlik, bu odamning ichida sahihning shartiga tushmaydigan illat tepilib qolish ehtimoli ko'p bo'ldi deganlik. Masalan, hadisning sanadida 5 tabiqa bo'lsa, buningda 5 xil ehtimol bor. Sahih olmaslikning qancha ehtimoli bor? 5 ehtimoli bor.
Agar 3'te 1 qilsa, sahih olmaslikning 3 ehtimoli bor. Demak, sanad qancha qisqa bo'lsa, hadis shuncha kuchli bo'ladi. Yuqori hisoblanadi sanadi. Qancha uzrab ketsa, bu hadisninki sanadi shuncha tushib ketadi. Shunga deydi, va kullama qallat rijaluhu deydi. Sanatning rijallari, naql qilgan odamlari qancha az bo'lsa, ala, ustun bo'ladi sanat. Va didduhu, ya'ni qancha ko'p bo'lsa, uning qarama qarshisi deganimiz, u ya'ni ko'p bo'lsa, zakallazi qad nazala. O sanat qanday qilindi? Tushib ketgan sanat turadi. Ammo sahih emas degan emas. Ba'zi odamlar aytib qolsa, u tabiin balki hadis qabul qilib bo'lmaydigan odam bo'lishi mumkin. Ba'zi 6 yoki 7 tabiqiga ketgan bo'lsa-mu, hammasi qanday bo'lishi mumkin? Ishonchlik bo'lishi mumkin. Demak, bu mutlaq sanatning uzrab ketganligini garchi ustun tön deb ayırsak-mu, ishonchlik qabul qilish yoki rad qilish jihatdan mutlaq hukm belgilab bo'lmaydi. Unda bo'lsa arkadaşlar, bizim bugünkü dersimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد